Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Nimaga Surxondaryoda futbol rivojlanmaydi? Men hayron qolaman, Baxtiyor Fozilovga shuncha sharoit qilib beryapti futbolga. Prezidentimiz tomonidan ham futbolga befarq bo'lmanglar deb homiylarni biriktirib beryapti. Soliqlardan ozod qilyapti. Bitta haqiqatni aytadigan vaqti keldi. Surxondaryo futbolini hozirgi kunda hamma sho'ng'ityapti. Bitta bizga viloyat hokimi bo'lib ketgan Erkinjon Turdimovga kattakon rahmat. Surxondaryo futbolini ko'targan inson shu inson bo'ladi, sababchisi. Men o'zimizning viloyat hokimi Ulug'bek Qosimovga iltimos qilib qolaman. Surxondaryoni futbol rahbarlarini bir tekshirib o'tkazish kerak. Komanda nimaga bunday ahvolda? Mana kelib bolitchiklar bilan suhbat qilsin. Fakt bilan gapiradigan vaqt keldi. Ichga odamni alami bor, haqiqatni aytish kerak. Surxonda o'zi Termizga o'ynashni xohlamayapti. Kerak bo'lsa mana shu faktlarni komandaga ishlagan odamlar aytgan. Men isbot bilan qilib beraman. Nimaga stadionga befarq, stadionga qaramayapti? Mana savol sizlarga. Futbolchilarning oyligini o'z vaqtiga berilmayapti. Savol. PFL tekshirdi deyapti. PFL stadionga kelmadi hali. Mana shu faktni ham aytib beraman. Misol PFL tomonidan O'zbekiston futbol federatsiyasi tomonidan klublarga pul ajratilyapti. Nimaga stadionga shu pullarni sarflamayapti? Xohlasa komanda Toshkentda mashg'ulot qiladi, xohlasa Termizga bir kun oldin keladi samolyotda. Unday bo'lmaydi. Bitta narsa viloyat hokimimiz bo'lib keladigan Ulug'bek Qosimov sizdan iltimos. Bo'lmasa biz bitta yo'limiz xalq bilan yig'ilib muhtaram prezidentimizga murojaat qilish qoldi. Bannerlar bilan chiqish. Nimaga Surxondaryo futboli rivojlanmaydi? Rivojlantiradigan davri keldi. Prezidentimiz futbolni rivojlantiringlar, futbolni deyapti. Nimaga befarqsizlar? Iltimos sizlardan. Mana shu narsaga fakt beringlar. Rasmiy bayonot bersin klub matbuoti. Muxlislar menga yozadi, nimaga Termizga bo'lmayapti? Xalq sizlardan ham iltimos, sizlar ham padeshkada turinglar. Surxondaryoga futbol juda yaxshi ko'radi. Nimaga stadionga muxlislar kirmay ketyapti? Mana shu narsa bo'lavergan sababi kirmayapti. Surxondaryodan qancha futbolchilar chiqqan. Xudo xohlasa shu Ulug'bek Qosimovga iltimosim, shu bir o'zingiz yaxshi kontrol qiling hokim bobo. Boshqa yo'l qolmadi. Vaqtiga Erkinjon Turdimov hokimimiz zo'r kontrol qilgan.